ustani narx-navosi oshishiga nimalar sabab bo'ladi? O'zi nima sabab ustani narxi oshadi, ko'tariladi? Instrument masalasini olishyapti. Bu hamma instrumentim bor, to'la to'kis degan narsa kerak emasini ham olib tashlashyapti-da. O'zi hozir shunaqa bo'lib qoldi, kim instrument agar olsa, qimmat apparatlar olsa shu nomerading bo'lib qoldi. Mijoz javobgar emas-ku u instrument olib qo'yganiga. Odamlar qilayotgan malyarkani narxidan qimmatga gaplashgan. Chunki vaziyat shunaqa bo'lgan. Xulamasdan ishlash kerak bo'lib qolgan. Gipsokartonchi akamiz aytayotdilarki, meni $3000, $4000 instrumentlarim bor. Men gipsokartonni listini 300 mingdan qilishim kerak deyaptilar. Ustalar narxini oshirguncha hurmatini oshirish kerak. Hurmatini oshirsang narxi o'zi oshadi-da. Hozirgi kunda qurilish sohasidagi deyarli hamma usta aka-ukalarimiz soha har xil. Hamma ustalar Instagramga yozishyapti. Instagramga chiqib narx-navo aytishadi. Ya'ni o'zligini qilayotgan mehnatligini narxini aytishadi. Narx-navo aytishganda ko'p holatlarga o'zim guvoh bo'laman, narxi baland aytishadi. Nerealniy narxlar aytishadi. Nerealniy. Mana gipsokarton munchadan, malyarka bunchadan, kafel munchadan deyshadi-da. Keyin bu yoqni kuzatsangiz, boshqa ustalar ham ularga nisbatan kerak bo'lsa g'ash kelib, qatdan olsalar bu narx-navolarni deyshadi. Shu narx-navo oshishiga, ustani narx-navosi oshishiga nimalar sabab bo'ladi? O'zi mana yaxshi pulga ishlaydigan ustalar bor, yaxshi mehnat qiladi. U narxi siz misol uchun men menchadan qilyapman malyarkani desangiz, menga u voy farqot qimmat aytib deyishim mumkin, lekin siz rostdan shunaqa narxga ishlaysiz. O'zi nima sabab ustani narxi oshadi, ko'tariladi? Vaziyatga qarab oshadi. Keyin shu joyda ko'pchilik yanglishmovchilik qilib qo'yapti-da. Misol uchun instrument masalasini olishyapti. Bu hamma instrumentim bor, to'la to'kis degan narsa kerak emasini ham olib tashlashyapti-da. Uni olgandan keyin xarajatlarni qoplash kerak-ku. Narxi oshirib olishyapti. Uni mijoz javobgar emas-ku u instrument olib qo'yganiga. Tushunasiz? Lekin o'shanga loyiq ish bo'lish kerak o'zi. Vaziyatga qarab turib narx-navo chiqadi. Bizda shunaqangi vaziyatlar bo'lganki, yana o'sha srok masalasi, emulsiyamizni, sepishimizni narxini o'zini odamlar qilayotgan malyarkani narxidan qimmatga gaplashganmiz. Chunki vaziyat shunaqa bo'lgan. Xulamasdan ishlash kerak bo'lib qolgan. Tushuntira oldimmi? Lekin uni narsalar, instrumentlarni to'la to'kis qilib olib, kerakmi, kerak emasmi, olib turib, endi uni qoplash kerak-ku, uni mijoz bo'yniga qo'yish kerak emas deb o'ylayman men. Misol uchun talab bo'lsa, katta obyektga tushdingiz, o'sha narsaga muhtojsiz, olish kerak. Lekin instrument kerak emas, kim o'zarga anomaliylarda bor ekan, men ham olishim kerak, o'shanda zo'r usta bo'lar ekanman degan narsa bo'lib qolish kerak emas-da. Uni o'zi apparatda ishlatish mohiyatini bilib olish kerak o'zi nima, uni undan olish maqsad nima o'zi? Tushuntira oldimmi? Misol uchun o'zi shpaklovchniy apparatlar bor-da, misol uchun. U o'zi ishlab chiqarish, nimaga uni ishlab chiqarishdan maqsad? Katta ob'yomlarda, zdaniyalarda deylik-a, shunaqa joylarda ishni tezlatish uchun ishlab chiqarilgan narsa-da. Uni bizanikilar 500 kvadrat, 1000 kvadratli uchastkaga olib kirib olib, bunaqachasiga o'ylab qarasangiz-chi, o'zi ma'no chiqmaydi-da. U aslida o'zi katta zdaniyalarda, matematikaga solsangiz, matematikaga solmoqchi bo'lsangiz, ishchi kuchidan nima qilib turib, tejash uchun ishlab chiqarilgan narsa. Uni ichkarida ishlatgan ham yaxshi, uchastkalarda, kvartiralarda ham ishlatib yurishibdi-da, uni aka. Apparatlarni. Bu men zo'r usta bo'lib qoldim degan narsa yo'q. Oldin uni mohiyatini bilib olish kerak. Xuddi u ishchi sifatiga ta'sir qilmaydi u narsa. Tushuntira oldimmi? Misol uchun domga kirdingiz, bitta kvartirani remont qilmoqchisiz, uni shpaklovka bilan shpaklovka tortasiz, uni valikda ham bitirsa bo'ladi. Ishchi sifatiga ta'sir qilmaydi u. Tushuntira oldimmi? Lekin xuddi o'sha joyga ovoragarchilik qilib, uni dastavka qilib, nechinchidir etajiga olib chiqib, uni tushunyapsizmi? Undan ma'no chiqmaydi. U xo'ja ko'rsin bo'lib qoladi deb o'ylayman. Yashang, okay. Undan ko'ra, shu ishni, okay, valikda ham bitirsa bo'ladi. Men ham olaman kelajakda, kerak bo'ladi baribir. Hozir menda yo'q u apparat, ko'ra olmaslik degan narsam ham yo'q menda. Deylik, u narsaga men talab bo'lsa, boraman-da, sotib olib, o'shani kerakli joyda ishlataman. Tushuntira oldingmi? Shunaqa. Oddiy meni misol uchun solishtirsak, ehtiyoj. Bezvazdushniy kraska pulti, ya'ni emulsiya. Uni valik bilan solishtirib bo'lmaydi bir-biriga.
Tushuntira oldimmi? Uni vazifalari har xil. Lekin shpaklovishni apparatda nima emas. Tushuntira oldimmi? Yashang hozir bu yerda gapingizni mag'zi usti har bir soha ustasi instrument sotib olar ekan, qimmat pulga instrument, ya'ni asbob uskuna deydigan bo'lsak, asbob uskuna sotib olar ekan, qimmat pulga 15 ming, 20 ming dollarlik. U o'zini komforti uchun. Xuddi shunaqa. Uni uy egasiga gruzit qilish Yo'q, kerak emas. kerak emas. Biror bir obyektga Uni borganda, ro'kach qilib narxi uni ro'kach qilish kerak emas. Menimcha pulli instrumentim bor, meni xizmatim buncha bo'ladi, qimmat bo'ladi deyish kerak emas. Men shu o'rinda qo'shimcha qilmoqchiman. Bir akamizdan eshitsam, bir gips o'zimni soham bo'yicha gipsakartonchi akamiz aytayotdilarki, meni 3000 dollarlik, 4000 dollarlik instrumentlarim bor. Men gipsakartonni listini 300 mingdan qilishim kerak deyaptilar. Keyin men aytayapman, nimaga unaqa qimmat qilishingiz kerak? Men mana instrumentga pul sarflaganman deyaptilar. Xo'p, men aytayapman, aka, tasavvur qiling deyapman. Bir usta keladi-da, ikkita bunda yashaydi instrumenti bilan siz qilayotgan 3000 dollarlik ishingizni qila oladi bemalol. Mayli, siz shu instrumentlaringiz sababli ishingiz tezlashayotgandir, ish jarayoningiz yana ham tezlashib, biror bir obyektni 20 kun qilsangiz, haligi usta mayli, ikkita yashik instrumenti bilan bir oy qilar. Lekin siz qilayotgan ishingizni qilyapti u. Men o'sha odamga ham tushuntiramanki, aka, instrument oladigan bo'lsangiz, o'zingizni komfortingiz uchun, o'zingizni ish jarayoningizni osonlashtirishlik uchun, o'zingiz ish jarayonini tezlashtirishlik uchun u narsani siz uy egasiga yoki shu ish qilayotganingizda meni narxim oshadi, instrument qimmat instrument ishlatganim bilan narxim ko'tarilib qoladi demeyin deb tushuntirganimdan keyin ozgina menga nisbatan ularning fikrlari o'zgarib, hali dushman ko'rib qoldilar meni. Bu yerda bir tomonlama qarash kerak emas-da. U yoq tomondan ham qarash kerak. Mana bitta masalada hozir ustalar meni qanchalik bu gapimdan keyin yaxshi ko'rishadi, hurmat qilishadi, men endi xolis bu aytolmanda. Biz ustamiz, siz, men bular ustamiz. Bizga o'xshagan usta ko'kalarimiz ko'p. Usta qanaqa usta bo'lish kerak? Mana sizga savol. Siz qimmat ish qilib yursiz, faqat qimmat ish qilishingiz kerakmi? O'zingiz vazifangiz, siz ustasiz. Faqat premium segmentda ishlashim kerak deb bilasizmi o'zingizni yoki kerak bo'lsa budjetli variantdan qilib berishim kerak deb bilasizmi? Mana shu narsani men o'zimdan so'rashgan. Biz tanlab o'tirmaymiz. Narximiz to'g'ri kelsa, shu boyiga yetgan narsam, ya'ni mijoz nima ish qiladi, qanaqa bo'ladi, biz shu ishni qila olamiz, qo'limizdan keladi. Mijoz ham bizni aytayotgan narx bo'yicha kelisha olyapti, savdo bo'lyapti. Bo'ldi, o'sha bo'yicha ishlab ketaveramiz. Hozir biz mana bunaqa narsa kvartiralar, uchastkalar, nejiloy joylarga ajralib bo'lganmiz-da, bo'linib qolganmiz. Biz tanlab o'tirmaymiz. Farqi yo'q. Qayerda bo'lsa, narxini kelisha olsak, narx deganda ham u qimmat nima emas. Kelisha olsak bo'ldi. Xoh u 50 kvadrat bo'lsin, xoh bu 1000 kvadrat bo'lsin, xoh 10000 kvadrat bo'lsin. Mena ertaga mana boradigan joyim bir xona uchun boraman Qibrayga. Yunusoboddan Qibrayga bitta dona xona uchun borib o'lchovlarini olib, bepulga. Tushuntira oladimi? Bepulga. Agar men xudo xolasa, ya'ni ishlarim kattayib ketganda, shunaqa borishga vaqtim bo'lmasa ham, o'lchovim tekin bo'ladi. Bu mana bunaqa narsaki, bizda tajribada bo'lganki, o'lchov masalasi, klientga, mijozga yoqadigan narsa oldindan xarajatlarini, narxlaringizni ma'lum qisman ma'lum summa ayta olsangiz, sizga mijoz o'sha boshqacha ko'z bilan qaraydi. Olish maqsadida ham servis sotamiz dedimi? O'shanisini aytayapman. Ya'ni sotishni ham bilish kerak-da. Ya'ni istoriya qo'yib qo'yaman. Men Instagramga yurg'izmasam ham istoriya qo'yishni bilaman-da. Montajlarni tushunmayman. Shunaqada qo'yaman-ku. Ko'p bo'lgan, men bu yoqqa borganman-ku, mana bu joy-ku, mana shunaqa bo'lib qoladi, tushunasizmi? Keyin boshqa ustalar bilan ham bitta obyektda ishlagan bo'lamiz, bir-birimizni ko'rmagan bo'lamiz. Misol uchun deylik, gipsakartonchi yoki-da laminatchilar bilan shunaqa bo'ladi. Uni profilida ko'rgan obyektlarni malyarkasini men qilganman, tushunasizmi? Men bitirib ketganimdan keyin kelganda-yu, uni ko'rmaganman, tushunasizmi? O'zi Toshkent kichkina, bilasizmi? Ko'p joylarda ishlagan bo'lsangiz, qayta kirib qolaverasiz. Sizlar bir-birini anaqa qiladi-da. Uzoq yildan beri yurgan bo'lsa, bir-birini taniydi, baribir. Bitta aka bilan gaplashyapman. Usta aka, Mastercraft, fasadchi aka, Shukrullo akamni aytayapman. O'zlari ham kuzatsalar. Videolarni kuzatar ekanlar, g'ashlar kelar ekan. Boya aytdingiz-ku, qanaqa qaraysiz o'z narx-navoni oshirishga deb.
o'zim meni ham ochiq g'ashim keladi. Narx-navo haqida ko'p ham gapirgim kelmaydi. Olib chiqishsa sal anaqa qilaman. Ayniqsa qo'shimcha ishlarga boyaga aytganimdek, men har doim qo'shilgan ishlarga agar yozadigan bo'lsam, har doim ikkinchi tarafda bo'lib qolishimni ham o'ylayman ertaga. Bitta xotiramizni olib qo'ysa, o'shaning o'rniga o'zimiz tushamiz-da. Hech kim emasmiz. Hunarimiz bor, hozir o'ylamaymiz, bir xil shunday yozib tashlaydi. Ya'ni qo'shimcha yozayotganda insof qilish kerak demoqchiman yana. Yana u tarafga demoqchiman-da. Chunki u bayda bo'lmaydi-ku. Baydan keyin qo'shilyapti. Misol uchun-da, uni narx-navosini yoki gaplashib olgan bo'lasiz yoki aksar holatda gaplashilmagan bo'ladi. Ya mijoz xatosi bo'lmaydi. Kimdir ish ko'paytirib qo'ygan bo'ladi. Elektrik deylik boshqa. 90% bo'ladi baribir. Gipskardon bo'ladimi, malarka qaysi biri bo'lsa ham bo'ladi. O'shanda olib chiqilayotgan ustalarni nimasida ko'raman. O'sha men bunga pul olish kerak, bunga olish kerak desa, sal g'ashim keladi. Ochig'i meni ham aka bilan bir o'rtoqlashdik, shu masalada narx-navo masalasida oshiramiz deyishyapti. Zo'r gap aytdilar lekin Shukrullo aka baraka toping. Ustalarning narxini oshirguncha hurmatini oshirish kerak dedilar-da. Hurmatini oshirsang narxi o'zi oshadi-da. O'sha ya'ni borgan joyiga boyga aytganingizdek qatga boryapsam, ya'ni o'sha nima ishdan kelib chiqib narx aytishni bilsa ham o'zi hurmat qilib qo'yaveradi. Mijozam demoqchiman-da. Lekin boyga masala instrument olib turib unga narx oshirib olish aytyapsiz-ku. O'zi hozir shunaqa bo'lib qoldi, kim instrument agar olsa, ani qimmat apparatlar olsa, shu nomerading bo'lib qoldi. Boyga aytganingizdek uni mohiyatiga tushunish yo'lda tursin, ya'ni o'z mohiyatiga tushunish kerak-da. Avvalambor o'zi o'ylash kerak. Men ham misol uchun o'ylayman, ehtiyojim bo'lsa olaman. Ehtiyojim bo'lmasa nima qilaman? Men unga pul tikib, zayn qilib qo'yib uni anta pulimni muzlatib. Uyda yotsa. Qarayman, obyekt ko'zim yetsa, o'sha pulni o'shatdan chiqara olsam yoki men undan keyin yana boshqa joyda ishlatib, undan ya'ni yaxshi daromadni agar men o'ylasam, ya'ni ehtiyojim o'shanga to'g'rilsa, o'ylamasdan olaman-da. Lekin kimdandir o'tish uchun yoki bir nomerading bo'lish uchun men o'ylayman, chuqurroq o'ylash kerak bu masalani. Yani narx-navo masalasini ham o'zi oshirayotganda deyman, iloji boricha o'zi olib chiqmasligini. Endi olib chiqmasligini lekin to'xtata olmaysiz-da uni. Hamma hozir hammada mana bor, qo'yadi shundoq gapiraveradi, uni cheklash qiyin. Lekin men o'zim g'ashim keladi, olib chiqmagan ma'qul deyman. Olib chiqqanda lekin bash tarafini sal o'ylash kerak ekan. Ya'ni o'sha hurmatini oshirish kerak ekan ustalarni. O'zi nima deydi? Puli o'zi oshaveradi keyin. Ustalarni hurmatini oshirish deganda boshiga qaytamiz-da. Boshiga qaytamiz. Bir kun bir akamlar telefon qilyaptilar menga. Ukam yaxshimisan? Xo'p, malyar akamlar. Malyarlar ular. Men gipsakarton qilaman. Ukam, men seni ishingni yaxshi bilganim uchun seni ishingni yaxshi ko'raman. Sendan keyin malyarkasini qilish menga qiziq, yaxshi bo'ladi. Shunga uy egasiga seni tavsiya qiluvdim, deyaptilar. Xo'p, deyman. Uy egasining nomerini senga beraman, shunda telefon qilasan-da. Aka, men palonchi akam ukalarimga gipsakartonli ishingiz bor ekan, men qilib beraman deb aytasan, deyaptilar. Deyman. Kimga ish tushyapti, deyman. Aka-ukalar, bu kibrdan emas bu narsa, ustalarning qadr-qiymat haqida gap ketyapti. Sizga aytyaptilar mijozga. Usta akam, malyar akam aytyaptilar-ki, seni ishing zo'r, men seni uy egasiga tavsiya qildim. Sen uy egasining nomerini senga beraman. Sen uy egasiga telefon qilasan, sizni uyingizga gipsakarton men qilib bermoqchiman. Qachon borib joyida ko'rsak bo'ladi deb so'raysan, deyaptilar. Keyin men aytaman, aka deyman, kimga ish tushyapti deyman. Meni ishim tushyaptimi u odamga? Yo, u odam menga ish tushyaptimi? Ishi tushgan odam o'zi qiladi dedim. Meni nomerimni bering uy egasiga. To'g'ri bo'ladi. Ma'qul ko'rsalar, qilsinlar. Gaplashamiz. Lekin men u odamga telefon qilib, sizni ishingizni men qilib beraman demayman. Mana qadr-qiymat shu yerda o'lchanadi. Birinchi navbatda, agar men shu yerda ana u odamdan nomerini olib uy egasiga telefon qilib, aka, uyingizga gipsakarton qilib bermoqchiman men desam, nima bo'ldi? Meni o'sha darajam pasayib ketadi. U odam ertaga chaqirganda, o'zing kelding, o'zing ketding deydi. Boraman narx-navoni aytdim-a? U odamdan qaraydi-da, o'zing kelding, o'zing ketding deydi. Keyingi masala avans so'rash masalalari, obyektida pul so'rash masalalari meni g'ashim keladi-da. Meni g'ashim keladigan narsalar bor. Biz boshida gaplashib olinadigan masala-da bu. Mana biz Instagramda profil yurg'izamiz-da. Vaqtimiz chegaralangan. 1 minut, 1,5 minutda gapirishga majburmiz-da. Hamma narsani batafsil kirishib yoritib bera olmaymiz. Lekin mana shu pul so'rashda meni o'zimni g'ashimni keltiradigan narsa ustaga pul kerak. Men ustaman. Uy egasidan men pul so'rashim kerak. O'zi bizda ham shunaqa o'lchov qo'yib olganmiz. Boyga tizimlashtirish qilgansiz-ku. Shunga o'xshab biz ham obyektni qanchadir qismini qanchadir muddatda yechib olamiz, keyin qolgan muddatda qolganlarni yechib boramiz.
Keyin xuddi behudaga pul so'rayvermaymiz. Uy egalarini hadeb bezoda qilib aka 200 bering, 300 bering, 3 million bering devermaymiz-da. Mana shu narsa gapingiz bo'linib, ustani hurmatini tushirib yuboradi mana bu narsa. Hadeb pul so'raverishlik. Hadeb pul abetga pul bering deb abet pulini alohida so'raverishlik. Yo'q, aytmoqchi bo'lganim, pul so'rashning ham o'zining o'rni bor. Endi bitta kichkina xatolik bor-da bu yerda. Uy egalaridan usti aka-ukalarimiz pul so'rashdi. Hamma usti aka-ukalarimiz demayman. O'sha bizani qadr qiymatimizni tushirib qo'yayotgan masala uy egasiga kelishadi-da, bo'shashib kelib, aka bizaga 3 million kerak edi. Shu yani ozgina uyga xarajat qilishimiz kerak edi. Yoki bolam mazasi yo'q edi, doriga kerak edi. Yoki palonga kerak edi. Yo'q, aka, usta aka, uka. Siz majbur emassiz o'zingizni pulingizni birovga sharoitingizni tushuntirib so'rashga. To'g'rimi? Usta o'zini mehnat peshona teri bilan shu yerda ishlayaptimi? Mayli, o'sha boshda kelishuvdi. Aka, men mencha mehnatimni qilaman, mencha muddatda keyin mencha pulimni berasiz, tayyorlab qo'ying. Mencha muddatdan keyin bunchasini berasiz. Ana siz sababini qilib qo'ying. Siz unga sharoitingizni tushuntirmang, uy egasiga ayting, aka, menga 4 million pul kerak. Ish qo'yiladi. Ishni qo'ylatib qo'ydim-a? Ishni zo'r qilib qo'ydim. Aka, menga 5 million pul kerak, 10 million pul kerak, bering, bo'ldi. Sharoitingizni tushuntirib o'tirmang. Shuni ham oldinroqdan aytish kerak-da. Ha, albatta. O'zi shu kunga taqiydi-ku. O'sha kun emas, mana aytganingizdek, o'sha boshida kelishuvda bor, mencha muddatda pul yechaman deb qo'ydi. Misol uchun ishga tushdingiz, bir haftadan keyin menga mencha pul kerak deb aytib qo'yasiz, bo'ldi. O'sha muddat kelganda uy egasiga aytasiz, aka, sizga pul aytdim, bering pulimni, desam bo'ldi. U odamga qiziq emas, uni uyidagi sharoiti, qiyinchiligi, boshqasi, bo'ldi. Bu yerda shaxsiy hudud, shaxsiy chegara degan narsalar bor. Usta o'zini haligi sharoitini aytib turib, uni o'zini boy aytdingiz-ku, oshxonasiga olib kiryapti buni. Yo'q. Bo'ldi, ayting, aka, ayting. Uy egasiga mencha pul bering, bo'ldi. Pulingizni oling, ishingizni bitkazing, bu yoqda yana ishingiz davom etib, mehnatingizni oxirigacha qilib, xudo xolasa. Keyin yana bitta masala bor-da. Shu joyida bitta qo'shimcha qilib ketaman. Shu pul so'ralyapti-ku. So'ralganda ham o'shanga loyiq pul so'rash kerak. Mehnatiga loyiq. Xuddi shunaqa. Ya'ni oldinga o'tib ketish. Ustalarning boya haybati haqida gaplashdik-ku. Bilasizmi, oldin bizning imenda meni birinchi ustozim Akbar akam aytadilar, mana biz pul so'ramaganmiz. Deyman, shogird bo'lib yurgan paytimizda shunaqangi bo'lganki, hozir ustalar haqida gapiryapmiz, shogirdligimizga yetib ketyapman. Ishni bitirardik. Bo'ldi. Biz to'liq bitirardik. Ustoz borib pul olganlar qizuv bo'lmasdi. O'zlari qilardilar. Oradan bir hafta o'tadi, bu men uyalganman, qo'rqardim aka ozgina. Yo'lga so'rash kerak. Telefon qilib turib, "Bo'pti, kellaring" derdilar-da, pulni tars etib qo'yardilar, aka. "Mana sani puling, mana sani puling, mana sani puling" qilib bo'lib berardilar. Men eng yaqin qadrdonim bilan birga kirib kelganman bu ishga o'zi. Fazliddinning og'aynim bilan. Aytmoqchimanki, o'shanga loyiq bo'lib turib, hozirgilar ishi bitishdan burun oldinga o'tib ketadi na bor. Ko'p pul yechib qo'yishadi. Oldinga o'tib ketadi. Meni o'zimda ko'p muammo bo'ladigan narsa mana shu. U baraka topkur, oldin qilib bo'ldingmi, deysiz-da. Senga aytiluvdi, chiroyli qilib rozi qildingmi, to'g'ri qildingmi deysiz. Yo'q. Men shu yerda meni urib qo'yadi. O'sha yerda qatdan bilasiz? Yo'q, hali qanaqa qilib. O'sha yerda. O'sha yerda, tushunasizmi? Oradan vaqtli o'tib ketadi. Mana siz aytasiz, boy aka, bir haftadan keyin menga pul kerak bo'ladi. Menimcha pul. O'sha vaziyatda siz aytib ketishingiz kerak edi. O'sha paytgacha men menimcha qilib qo'ygan bo'laman. deb bunaqa hisobini chiqarib berishingiz kerak. Bizani ham mana uyda ustal ishlasa, eski ustalar qanaqa bo'ladi? Eski ustalarda qanaqa bo'ladi, bilasizmi? Ishlab turib, oxirida olgan pulidan ko'ra ko'proq pul olib chiqib ketadi, bilasizmi? Ha. Yaqingacha bizda ham shunaqa edi. Hozir unaqa bo'lmayapti-da. Tushunasizmi? Hamma fokus pul yetishga qaratilgan. Ish qolib ketgan ham yo'qda. Lekin pul olish kerak, tushunasizmi? Keyinchi mana shu joyida qo'shimcha qilishimiz kerak-da, akalar. Masalan, ikkinchi tomoni bor-da. Bitta akamiz aytayotdilar-da, men obyektga kelganimcha buncha foizini yechib olaman. Keyin menimcha etapdan keyin, menimcha ish qilib bo'lganimdan keyin, например, ishimni 50% ni qilib bo'lgandan keyin 70% pul yechib olaman deyaptilar-da. Sabab deyapman, yo'q deyaptilar. Meni ishim katta pul bo'lib ketadi. Uy egalari meni uxlatib olmasligiga kim garantiya beradi deyaptilar. O'sha masalani bir tomoni ham bor. O'sha hozir aytasiz-ku, pul yechib olishadi. O'zi ko'p o'sha aka-ukalarimizning o'tdagi maqsadligi ko'proq pul yechib olishdan maqsad uy egasi ertaga pul berayotganda og'rinib qolmasin, haligi pulimni bermay uxlatib olmasin degan xavotirda qilishadi bu ishni. Siz hozir aytayotgan odamingiz nima ish qiladi o'zi kasb? Malyarka? Malyarka ham.
Mana agarda avans o'zi nimagadir pul tiksangiz, siz oldingizdan ishlatadigan bo'lsangiz olinadi, to'g'rimi? Menda ham xuddi shunaqa o'zi. Siz aytasiz, men ham oldindan pul olaman. Men ish yurg'azganim uchun oldindan olaman. Sababiki har xil holatlar bo'ladi. Bitta olganimizda biz bitta uslubga emas, bir nechta uslubgani olsak. Tushuntira oladimi? Faqat malyarka emas, bir nechta uslubga olsak. Endi malyarka sohasida ham nega olaman? Bitta kamanda tashamayman, bitta tushunasiz. Uni bo'lib taqsimlashim kerak bo'ladi. Yana boyaga narsaga qaytamiz. Uni asoslab berishingiz kerak. O'zi nimaga u pul olamiz? Mana misol uchun nimaga olamiz biz? Aytib ketaman. Oldindan pul olishdan maqsadki, ikkita katta ob'yem olsangiz, ishni tezlatish uchun ikkita, uchta brigada tashladingiz, to'g'rimi? Tashagan paytingizda ularga har xil kutilmagan holatlar bo'ladi, yoki mazasi bo'lmay qoladi, boshqa bo'ladi. Boshqa odam tushirishingiz kerak. Mijozga nima qizig'i bor? Vaqt o'tib ketyapti bu yoqda. Shunaqa vaziyat uchun bizga kelishilgan vaqt bor, kelishilgan ishchi etapi bor. Mana shu etapda mencha pul olamiz, boshida mencha pul olamiz. Bizga ishga bosh tushgan kunimiz pul olamiz. Deb mijozga aytib ketamiz. Nimaga o'zi pul berishim kerak deb qolsa, okey, biz ishlaymiz. Mabodo ishimiz ma'qul kelmay qolgan taqdirda ham bizga o'sha sizga aytayotgan 40% pulimizni ishimizni qilib bo'lgan bo'lamiz. Biz kelisha olmay qoldik, deylik, o'rtada. Uni siz ishimizni sifati yoqmay qolsa, ishimizni sifati yoqmay qolgan kungacha o'sha biz 40% ish qilib qo'ygan bo'lamiz, okey. Tushuntira oladimi? Keyingi o'rtada yana bitta pul yechamiz. Oxirgisini deymiz. Birinchida siz ishonib bizga oldindan pul berdingiz-ku deymiz. Oxirgi pulimizni siz ishingizni qabul qilganingizdan keyin olamiz biz deymiz. Oxirgi pulimiz sizga ishonib topshirib qo'yib. Bizga boshiga ishongan uchun. Bizdan tushuntira oladimi? Samimiyat bor deb o'tdi. Shunaqa, o'shani keltira bilish kerak. Hozir unaqa emas, siz aytayotganingizdek, ko'pchilikda hamdaqaki, men olishim kerak deydi. Bu narsa ko'pchilikda mashinistlar bilan ro'para kelib qolyapti. Katta pul olib qo'yiladi, hamda cho'ntakda turib qoladi-ku. Tushunasizmi? Keyin alunga mencha berib qo'yiladi, bo'ldi, kashi boshlanadi o'sha yerdan, okey? Shu holat ham ko'p. Shu gapimizning mag'zi o'sha aytganingizdek, har bir soha bo'lsa ham, mana gipsokartonchi, malyarka, tiyagi bo'lsa ham, o'sha aytganingizdek, o'sha qilingan mehnatga yarasha pul yechirish kerak. Pul yechiladigan paytda. Oldindan ogohlantirib boyaga aytganlarda tajribada bo'lgan bitta obyektda, katta obyekt, yaxshi obyekt, ob'yem bor. Voy, yorvoraman, bizoraman, hamkorlar yana. Voy, hazilagam joy emas bu. Yuzdan olib chiqib ketadigan odamlar ular, okey? Yuzda uxlab yotgan bo'lsangiz, ko'tarib olib chiqib ketadigan odamlarning joyi, okey? Ish boshlandi. Okey, pul berdik, pul berdik. Mijoz bera olmay qolsa ham oldimizdan berdik, topib berdik. Keyin nima bo'ldi? Muammolar boshlandi. Obyekt muammolari. Mana luklar o'zgargan, deylik, galagellar o'zgargan. Bizning aybimiz bilan bo'lmasa ham, yoki sovuqda qolib ketgan obyekt, oynalari yo'q bo'lib qolib ketganda muammo bo'ladi. Malyarkaga ziyon-da, gradus pasayib ketsa. Keyin nima bo'ldi bilasizmi? Ko'p pul olib qo'yishdi-yu. Kerak bo'lsa 3 ta xonani, mana hozirgacha aytaman, 3 ta xonani pulini oldindan olib qo'yib bo'lishgan, qilib beramiz-ku deb. Bo'ldi deganman, men uyatli bo'lib qoldi, vaqtida bera olmay qoldim sizga deb. O'sha xonalarni ham pulini berib qo'ydi. Keyin nima bo'ldi bilasizmi? Sложный proyekt edi-da, qirralar ko'p edi, tashuvchilar-da. Keyin qila olmaymiz deyishga o'tib olishdi. Pullar bo'lishgan. Hozir o'sha xonaga men alohida yana pul to'lab berdim, okey? Tushunasizmi? O'tda endi nima bo'ladi deysiz? Nima bo'ladi endi o'tda, okey? Qila olmaymiz deyishyapti. Yana men yomonman, kim yomon bo'ladi? Deyishadi, okey? Bu yoqda mana bu yoqda o'tda prorab bor, okey? Dizayner bor, okey? U mijozga yetib chiqib borgungacha nechta odamdan o'tadi-da, shunaqa. Tushunasizmi? Ularga men endi aytolmayman, bolalarim mana bunaqa ish qilib ketdi. Aytolmaysiz, tushunasizmi? Tushuntira olmaysiz, nima deyapsiz? Hal qilishingiz kerak o'tda. O'tda men hal qilishim kerakmi? Ana ularga aytsangiz $1 yuzga olib kelib bermaydi, okey? $1 olib kelib bermaydi yuzga. Lekin pulini hisoblasangiz, ular o'zi uchun haq bo'lib qoladi har doim. Noto'g'ri. Shunaqa joylarda to'yib ketganimiz uchun, yani oxirgi paytda juda ham to'yib ketganman. Mana shu oldindan nima qilmaymiz? Hisoblang, undan ko'ra qanaqa qilib qo'yganmiz? Malyarkami? Deylik malyarka. Nechta ish qilasan deb oldi.
Nechta etap bor? Nechta etap bor? To shu holatida Shukurkani ham hisobla, Gruntov guruchini ham hisobla. Nechta o'tasan qonun qoidasi bo'yicha. Deylik 10 ta etapdan o'tasan. Hop $10 hisoblaysan. Donasi $1. Qanaqadir vaziyatda kelishmovchilik bo'lib qoldi. Ish to'xtatasan o'sha yerda. To'xtatdi, kelisha olmadik, bo'ldi. Endi hisoblaysan, qaysidir xona Shpaklovkadan chiqqan, qaysidir xona Shukurkadan chiqqani. Mana xona endi menimcha ish qilsa, deylik bitta etaping $1 dan tushyapti. Mana xonang menimcha summa. Bo'ldi, do'stim ortiqcha pul yo'q. Do'stim baraga toping, bo'ldi. Kelisha olmadik. Eshikdan chiqamiz, ya'ni aka-ukamiz, lekin ishda aralashmang, do'stim, shunaqa. Chunki mana shunaqa holatlar bo'laverganda men ko'pchilikga yomon ko'rinib qoldim. Andishani otini qo'rqoq qo'yadi. Olib kelib ura olmaysiz uni aka, nima qila olasiz? Yoki uydan sug'urib pulini berdi, bora olmaysiz aka, ota-onasini eshigini taqillatib, to'g'rimi? Shunaqa vaziyatlarda ko'p o'rtada qolib ketganimiz uchun oxirgi paytlar pul olsagan mijozimizda, deylik o'sha 40-30 bo'ladimi, 50-30-20 bo'ladimi? Olsagan u pul bizada turadi, okey? Klient bolalar bilan shu kelishuvimiz bo'yicha ishlaymiz. Chunki juda ham charchaganmiz. U narsani ko'pchilik ko'tara olmayapti. O'zi u noto'g'ri ham emas-da, ya'ni siz klientdan pul olib qo'ygansiz, agar etapni bajarmagan bo'lsa, siz bermasligingiz noto'g'ri emas. Tushundingizmi? Siz klientdan pul oldingiz, biz ham olamiz, bolalarimiz ishlaydi. Ishlagan etapiga agar yetib kelmaganda shu pul so'raydigan anaqasiga. Siz undan ko'pini berishingiz ham noto'g'ri emas demoqchiman. Sanda pul bor edi, blokaj qilish ham noto'g'ri demoqchiman. Shu etapni bajargandan keyin o'z boshida o'sha kelishuvga hamma narsa bog'liq bor. O'sha aytganingizdek, nobodo nimadir bo'ladigan bo'lsa, murosa boy aytdingiz, o'zi murosaga kelib olishi o'zi bitta katta gapda. Bizda nima deydi? Masalani hal qilish odatiy gaplar. Xato nima deydi? Xatokor izlanadi dedingizmi? Boya shu obyektlarda bizani ko'rayotgan aka-ukalarimizga ham manfaatli uchun bu narsani aytmoqchiman-da. Life hack deymiz ham bu narsani. Biror xato qilindi, obyektda biror xato yo'l qo'yildi. Qaysi soha egasi bo'lishidan qat'iy nazar. Uy egasi bilan kelishmovchilik bo'lib qoldimi o'rtada, prorab bilan kelishmovchilik bo'lib qoldimi, ish jarayonida muammo bo'lib qoldimi? U yerda nima bo'ladi? Kim xato qilganligini, kim aybdorligini qidirishadi. Yo'q, u yerda yechim u bilan bo'lmaydi. Yechim nima bilan bo'ladi? U yerda yechimini topish bilan bo'ladi o'sha masalani-da. U yerda kim xato qilgan, kim aybdor qidirib o'tirgan bilan faqat vaqt yutqiziladi. Uni yechimini topish kerak, tezroq uni nima desa bo'ladi, haligi hal qilish kerak masalani. Kim aybdorligini topgan bilan u orqaga qaytib qolmaydi-ku. Keyin mana shu ustalarning qadr qiymati deyilganda shunchaki bo'sh nima desa bo'ladi, ustalarni qadri qiymatini biz oshiramiz deyilganda bu oddiy gap emas-da bu. Buni tegida juda katta mas'uliyat yotibdi-da. Mana misol uchun siz ish jarayoningizda ishlab kelyapsiz, baribir natija gapiradi-da. Chiqib gapirib yuborish oson, katta gapirib yoki baland parvoz gaplar, chiroyli gaplar bilan gapirib yuborish oson. Lekin natija har doim oxirida o'zini so'zini aytadi. Mana nima deysiz? Ustalarning qadr qiymatini oshirish uchun ustalar amal qiladigan narsalar bormi? Avvalo, nimaga amal qilish kerak? Biror usta bir obyektga keldi, o'sha obyektdan yuzi yorug' bo'lib chiqib ketishligi uchun har tomonlama qanaqadir unga biz yo'nalish berishimiz kerak ustaga. Qanaqa yo'nalish bersak, o'sha obyektdan zo'r chiqib ketadi. Mavzu, okey. Boyga gapda, nima deydi? Endi javob berish ma'nosida emas, haqiqatan buni o'zi bitta mavzu. Aytayotgan. Yuzi yorug' bo'lib chiqib ketishiga aytaman, birinchi o'rinda deyman-da, endi o'zi o'ylab chiqqan narsalarni. O'zi yolg'on insonning obrazini chiroyli, yolg'on deyman, o'zi anaqa qilib olganman. Ahdga vafo qilmaslik, omonatga xiyonat qilishlik. Mana shu narsalarga agar amal qilsa, ya'ni yolg'on gapirmasa, xiyonat qilmasa, omonatiga nima qilmaydigan bo'lsa, inshaalloh yuzi yorug' bo'lib chiqib ketadi. Mas'uliyatli bo'lsa. Men aytaman har doim, obyekt olish o'zi emas u. Nasib qildi oldingmi, bismillah deb boshladingmi, uni bitirib chiqib ketish Allohga bog'lanmasangiz qiyin-da. O'sha eng kulminatsiyani topshirib olish. To'g'rimi? Hamma obyekt, santexnika, elektrik qaysi biri bo'lishidan qat'iy nazar oxirida pul qolgan bo'ladi. Topshirib chiqib ketayotganda Allohga suyanmas ekan, qiyin-da. Ayniqsa bo'lib ham hozirgi kunda malarga qiylashib ham ketdi. Hamma soha qiylashdi, malarga qiylashib ketdi. Xudoga ishonmaydigan odam ham Xudoni eslab qoladi. Topshirib o'tganda deyman. Keyin ustamiz u shu yerda bir sanaqa bo'lib qoldi-da. Bir kulgiliroq gap o'zi asli irim-sirim desak to'g'riroq bo'ladi. Biror ustani bir obyekt ish cho'zilib qolsa, uy egasini xarakteri og'ir ekan,
Uy egasi kaprizni ekan deb qo'yishadi. Sizlarda ham shunaqa holat bo'lganmi? Obyekt ish cho'zilib qolsa, kim aybdor? Uy egasi aybdor. Vaholanki usta o'zi kech keladi ishga, o'sha obyektda o'zi ish cho'zadi, boshqa qiladi, o'zi aybdor, hech kim aybni o'zidan qidirmaydi-da. Boshqa insonni aybdor qilishadi. O'zi mana boyga gapda yana tizimlashtirishda shu o'zi vohlik kelishga qattiq qarasa bor-ku, o'zi baraka ertalab bu. Baraka o'sha obedgacha ish deyman, bolalarga aytaman-da. Obedgacha ish, obeddan keyin shunday o'tib ketadi-ku. Shu aytganingizda agar o'sha muddatda biza mana Akbar bilasiz. Shunaqa bitirib qo'yardi obyektlarni. O'sha paytlar biza pulni oxirida yechardik. Kerakli pulni, nerealniy pulni yechardik-da, olayotgan anu kerak bo'ladi-yu. Bir nimalarga kerak bo'lib qolmasa oxirida yechardik-da pulni. Uy egasi oxirida qiynalib qolardi pul berishga-da. Chunki tez bitirib qo'yardik, pulni olardik, bosardik ishga aka. Aytaman. Bizga mana shu joyda aytgan mana shu narsada menda bo'lmaganda u ketar. O'shaning uchun men bolalarga aytadigan narsam ham shuki, vohli boringlar deb aytishimga sabab o'zim hech vohli tura olmayman-da, aqllilik qilib vohli turish kerak deb ketsam ham bo'lmaydi-da, aka. To'g'risini aytib qo'yirish kerak. Lekin nima qilasiz? Ya'ni tajribada ko'rilgan va ertalab borib baraka. Meni dushanba, shanba kuni obxoddaman. Obyektlarni aylanamiz, ya'ni u kuni vohli turamiz. Xolasa xolamasa, chunki ulguramiz. Bitta lokatsiyamiz Toshkentda bu yoqda bo'lsa, bitta lokatsiya vobshe boshqa joyda. Bo'lmasa umuman ulguramiz yo'l masalasida. Shaharda ham probka ko'p-ku. Aytaman bolalarga menda bo'lgan u kechasi ishlamalaring deb ayturaman-da. Adam ham qayta ayturadilar. Kecha men ta'zir ham yeganman-da. Kechasi yurib juda yomon musibatlarga tushganman-da men. Pulga qiziqib kechasi shunaqa bo'lgan. Kechasi ishlaganimdan okey, sog'lig'imda ham dabdala bo'lgan. Ya'ni yomon bo'lgan holatim bor. Hayotimdagi narsa ham musibatli bo'lganda, kechasi yurganim uchun adam qayta ayturadilar o'zi. Kechasi yurmagan deb majbur bo'lib qolaman. Asosan bizda kechasi nima? O'zimiz jismoniy ishlamaymiz yoki srokli joylar bo'lib qolsa ishlashimiz mumkin. Asosan hisob-kitob masalalarimizni kechasi qilamiz. Ukam bor, Murodilla. Shu bilan hisob-kitoblarimiz kechasi bo'lib qolib ketib qoladi. Bolalarga lekin ishlamalaring o'zi ehtiyoj bo'lmaydi mana. Shu ertalab vohli borib, kech payt kelasiz, ishlasangiz kechgacha ishlashga ehtiyoj bo'lmaydi o'zi, aka. Shunaqa tartibga qo'yib, obyektdan cho'zilmaydi. Ha, shunaqa. Mahsulotlar paytida kelib, o'sha aytganingiz ish tartibga qo'yib olsa, kerak bo'lsa, bosib ishlasa, shanba-yakshanba ham dam oladigan darajada nima qilsa bo'ladi. Tartibga qo'yish deyilyapti-ku, ehtiyoj ham bo'lmaydi aslida. Ertalab vohli borib, kechqurun kechgacha ishlab shu rejim bo'yicha ishlansa, to'g'ri aytasiz. Ortiqcha gap so'z ham bo'lmaydi. Uy egalari bilan o'rtada kelishmovchiliklar ham bo'lmaydi. Uy egalari ham aytadi, baraka topishsin. Ertalab vohli kelishadi. Barakani kunligi ham barakali bo'lyapti, ishi ham zo'r bo'lyapti, mana o'z vaqtida ketishyapti degan narsa bo'ladi-da. Men shu narsani lekin o'zim qila olmaganim uchun bolalarga qayta aytiraman. Lekin bizada iminda menda ko'pchilik tanishiga asosiy sabab bo'lib qolgani o'zi bezvozushli apparatlar kirib kelganda emulsiya sepishdan bo'lganda o'zi. Ko'pchilik tanishidan-da. Chunki u payt hech kimda yo'q edi. Birinchilardan bo'lishligiga qanaqadir sabab bo'lgan. Mendan oldin ham juda ko'pchilikda bo'lgan. Lekin bitta qadrdon akamiz nima qilganlar, qimmat apparatni berganlar-da. Payt men nima brendini aytmayman, bitta apparat olganmiz, o'shani ishlatib yurardik-da. Uni predeli misol uchun deylik, bitta apparatni mashina olsangiz ham garantiya beradi-ku. Necha ming, 80 ming prebeg beradi-ku. Uni prebegi 1000 kvadrat bo'lsa, men uni 50 ming kvadrat ishlatib qo'yganman-da, cho'g'asizmi? Buzilaverardi-da. Ne buzilaveradi deb men shalib qilsam, u aytibdilar, bu unaqa ishlatiladigan apparat emas bu. Qayerdan olsa unaqa ob'yomni deb turib, $3000 o'sha payt $2200 apparat berib qo'limga qadrdon akam, Akmal akam, men buni ishlatgan. Sen men apparat emas, men seni uruvining o'sha deb berganlar-da. Pulim yo'q aka deganimda ham berganlar o'shani. Shu yopib berganmiz. Baraka topsin. O'shandan boshlangan hammasi, keyin qimmat apparat olganingizdan keyin uni tushunib olishni o'zi.
yana boy shpaklovchining apparatga o'xshagan. Uni mohiyati bor, uni ishlatib bilish kerak. Apparatni o'zib olishi o'zi bitta tema. Tushunasizmi? Bitta bizib qo'ysangiz, uni palon pulga tuzatasiz uni. Privat, chetdan keladigan narsa-da u. Zapchaslari qimmat. Keyin xatolar quvurib, pullaga tushirib, har xil emulsiyalarni ishlatib ko'rganmiz. Apparatni nima unaqa deb, hozir Allohga behisob shukr, ko'p savollarimizga yechimlarimizni olib bo'lganmiz. Sababki deyman, o'sha xatolar yana emulsiyada sepgan paytlarimizda ish ertalab boshlashingiz muhim bo'lmaydi. Sababi obed paytlar mana bunaqa iqlimimiz issiq bo'lgan hisobiga kunduz-kuni ko'p joyda sepilina olmaydi. Hozir endi muzlatib sepsa bo'lyapti-ku, o'zi kechasi ishlardik-da. Emulsiya sepishda bizning shu ko'pchilik tanishiga ham sabab kechasi ishlardik. O'tda o'zi siri bor edi. Ya'ni kunduz-kuni sepsa o'xshamasdi. Biza kechasi ishlardik-da. Hozir endi ochiqlanib ketdi u narsalar. Kechasi ishlab chiroyli qilib separdik. Kunduz-kuni sepsa u qurib qolardi, shunaqa muammolar bo'lardi. Uni bitta chelagiga $100, $200, $300 turadigan kraskalar-da, palon pulli narsalar. Shunaqa qilib sekin bo'lib ketganda, menga o'zimga yoqardi, chunki u ertalab turish muhim emas edi, cho'g'asizmi? Shu ishda ishlayverardik, emulsiyani sepib turardik. Bir xil shunaqa do'rlar bo'lgan, mijozimiz ertalab chiqib ketardilar-da. Kech payt kelsalar, uchastkani polni xonib bo'yab qo'yganmiz. Deylik 1,5 ming kvadrat joyi bo'yab qo'yganmiz. Kelib, hamma ranglarni hayron qolishardi. Mijoz xursand. Shu darajada ishlardik. Oxir o'sha ham sog'lig'iga ta'sir qilib ketib qo'ygan-da, keyin uyqu joyida bo'lmasa, har xil muammolar bo'ladi-ku. Shunaqa keyin ozgina infeksiyalar bo'lib, tartibsiz ishlab qo'yganmiz-da. O'sha narsalardan o'rganib, bolalarga aytiramanki, ertalabda shu deylik vaqti 6. Holi 8 gacha ishla, holi 9 gacha ishla. Lekin ertasi kuni ertalab 9 da ishla bo'l. Klient ham chunki ertalab mijoz turib chiqib ketayotganida, ishga ketayotganda, boshqa o'tganda o'sha payt ko'radi-da ustani. To'g'ri. Tushunasizmi? Shunaqa payt o'ylang har kuni turib olsa, ishga ketyapsiz, yo'q-da usta. Kelsangiz ham yo'q. Kelsangiz ham yo'q. Tushunasizmi? Muammo boshlanadi-da, okey? To'g'ri aytasiz. O'zi boshidagi men ko'p aytaman. O'zi klient sizni o'rganib boraveradi to ishni bitirguncha. Boshidagi bir hafta muhim. Juda muhim deyman. Bolalarga aytaman, boshidagi bir hafta sizni o'rganadi, boshqa ustalar bilan solishtiradi. Sizgacha santexnik ishlagan, kafilchi ishlagan, gipskarbonchi ishlagan, biz nimalar bo'lib boryapmizmi? O'rganadi. O'zi undan keyin ham demoqchiman, bir hafta zo'r ishlab turib keyin ko'rsatish kerak emas hunarni. Davomiy qilish kerak-ku. Lekin iloji boricha o'sha damingizni olib, keyin ishni boshlab turib, dam olmasdan ishni anaqa qilsangiz demoqchiman, o'sha haftagacha tugatguncha ishonch ham bo'ladi u yoq tarafdan. O'sha aytganingizdek biz ham oldindan olamiz-da baribir. O'sha 40% oldindan olib, podgotovkani tugandan yana mana shunaqa masalalarda bemalol ishonch bo'ladi-da, ya'ni unda ham. Mana yana bitta masala, gap yoshda emas, boshda deydi. To'g'rimi? Shunaqa narsaga nima qaraysiz? Misol uchun deylik, menda shunaqangi shogirdlarim borki, 2006 emulsiyani meni bezvozdушный apparati bor shogirdlarim 2008-2009 da, okey. Bir xil klientlar ishonmaydi ham boshida aytganingizni birinchi hafta muhimda olsa, u kimni olib kelib qo'yding? Maktab bolalarini olib kelib qo'ydingmi deydi. Kichkina bolalar. Okey. O'sha bolalar olib ketdi. Men o'zim bilan yuradigan Muhammad Rizo Bekzodlarni taniysiz. 2008-2009-yil bolalarda o'shalar. Podgotovka qiladiganimiz bor, 2006-yil bor. Meni mijozimizni o'zi aytib turgan gapi bor, yaqin kunda shunaqa narsa bo'ldiki, uchastkada ishlashyapti deb bolalarim. Ukamni otdilar, mana shu bolalarni o'zi bitirsin otdilar. Klient aytdi. 2006-yil bolalarni bilasiz, hozirmi? Necha 20 yashar bola bo'ladi. Chunki uni quvvatga ishi gapiryapti. Yoshi gapirmayapti-da. Kiryapti, hamma yoq pokiza, romlar yopib qo'yilgan, proyektlar ilib qo'yilgan, kiyimlari ham alohida garderobda turadi. Nima barak topish sunadiganlar sotishyapti. Shunaqa garderoblardan qo'yib qo'yib, zo'r-da, kirasiz, obyektda chakish mumkin emas o'zi. Bolalar kichkina bolalar chakmaydi-yu, baribir chakish uchun joylar yasab qo'yilgan, ogohlantirishlar yozib qo'yilgan. Kirasiz, uje sezyapti-da. Pastga men boshqa komanda berganman, boshqa jamoa berganman. Ularni oldiga chiqib borgungacha klient asab buzilib chiqyapti-da, tepaga chiqyapti-da, uje boshqa narsa. Taassurot, yaxshi taassurot qoldiryapti. Pastda birinchi etajda ishlagan bolalar 92-91-yil bolalar-da.
ularga ham aytaveramiz, yomon emas ular ham. Lekin o'shalardan ham chiroyli holatda ushyapti-da obyektga. Ha, mijoz shular kiryapti. Men qiyin joyda turib, nabarot yosh katta akalarga berganman-da, chog'asimi? Ularga berganman-da. Unda kiryapti, qarasa, mana bu yerda palon pulga olgan setkalari nimadir bo'lib yotibdi. Ani tozalasa bo'ladi. Ungacha klient mijoz ko'ryapti-ku, chog'asimi? Zinadan chiqib tepaga kiryapti-da. 2006-yil anti kichkina patsan bundoq qarasa to'g'risida qo'pol qo'ydi. Ana o'sha bolalar bundoq qarasangiz, okey, hamma yoq borki bo'lib turibdi. Instrumentlari hammasi joyida turibdi. Hammasi joyida-da, chog'asimi? O'tdachi keyin klient. Qarab ham o'tirmaydi-da. Tekshirib ham o'tirmaydi-da, o'sha, okey. Bundoq qaryapti, bolalar ham o'zi ham akkuratni sochlarini qarab olgan. Ha, shunaqa. Hammasi joy-joyida-da. Ukam deyaptilar. Okey, noma. Mash bolalarni o'zi bitirib qo'ya qolsin, deyaptilar. Qolgan ishlarni ham, qarslarni ham. Ha, vaqt rol o'ynamayapti. Vaqt ham rol o'ynamayapti, tushunasizmi? Shunaqa. Lekin o'sha bolalarni, okey, o'sha bolalarni mana shu ustachilikda taniydiganlar bor-ku, men bilan ishlaganlar, ko'pchilik meni komandamni taniydi. O'sha bolalarni yomon degan bolalar bor-da, okey. Tushunasizmi? Men aytib qo'yaveraman, rezultat gapiradi bu. Bolalarga ham, shogirdlarga ham aytaman, boyagi tarbiya masalasida ham misol uchun deylik, bitta odam novvoy. Sizga aytganman ko'pa buni. Novvoy, misol uchun. Allohning barakasi izlanganingizga beradi-ku. Bir xil odam 40 yil novvoy non yopadi. Bitta odam 20 yil novvoychilik qilyapti-da, lekin uni ustida ishlab turib tochkalarni ko'paytiryapti, xodimlar qo'yyapti, odamlar ishlatyapti-da, kuchaytiryapti. Bu urvini ko'tarilib ketyapti, xohlagan mashinalarni minyapti, yaxshi uchastkalar qilyapti, ota-onasini sayohatga jo'natyapti-da. Ani odam o'zini ustida ishlamayapti. Shu bir kunda necha kilo xamir qilsa qilib, non qilib, shuni sotib, shu kunini ko'rib yuribdi-da. Ammo bu yoqda harakat qilayotgan odam rivojlanib ketyapti. Lekin kasbi novvoychilik. Ustachilikdan shunaqa ustalar bor. 30 yil, 40 yil ustachilik qiladi. Rizq Allohdan, to'g'ri. O'zini ustida ishlamaydi, shogirdlarni kuchaytirmaydi, mana shunaqa qiladi-da, ustachilik qilib yuraveradi. Nomi ham chiqmaydi. Ha, ustachilik qilib yuraveradi bo'ldi. Ammo bu yoqda kimdir chiqadi-da, o'zini ustida ishlaydi, xatolar qiladi, ya'ni pullarga tushaveradi ustachilikdan ham, okey. Nimadirlar qilaveradi-da, sal bu narsaga erishsa, anu aytadi. Ha, bu deydi, hammani aldaydi, yolg'onchi, mashinnik, mana shunaqa deydi-da, okey. Meni kasbimda bo'lgan. O'shancha shogirdlarimga aytaveramanki, "O'y deyman, shoshma, natijang gapirsin" deyman. Men bitta narsa eshitganmanki, ishlayvergan pulga qiziqmasdan ishlayver, nari borsa bekorchilikdan qutulgan bo'lasan deydi Abdulla odam eshitgan. Nari borsa bekorchilikdan qutulgan bo'lasan. O'zi hamma narsa bekorchilikdan boshlanadi. Eng yomon narsalar. Shuna, bolalarim bir xil payt kayfiyati tushib ketib qoladi, boshqa bo'ladi-da. Unaqami? Tajriba hammasi. Men shpargalgaman deb qo'yaman bolalarga. Men bu xatolarni pulga tushib aytayman-ku, hazil ekan pul emas. Yaxshi pullarga tushganmiz. Oddiy ustachilik, malyarkadan men necha pulga tushdim desa, ishonmaydigan darajada pullarga tushganmiz, okey? Ne? Shunaqa qilib bolalarga aytamanki, usta bo'lginki, zo'r usta bo'l. To'g'risi? Mana Instagramda shunaqa, ishini ustalar. Oddiy ko'rsangiz, mana bolalar bor. Oddiy Yandexdan taksi qilib turib, taksi parklar ochib yuryapti-ku, to'g'rimi? To'g'rimi, okey? Shunaqa narsa. Usta bo'lganki zo'r usta bo'l. Novvoymisan, zo'r novvoy. Qo'shimcha qilib ketaman. Ya'ni usta ishlayotgan bittasi novvoyda misol qilib ketdingiz, bittasi faqat non yopadi, bittasi o'zi novvoychilikni rivojlantiradi. O'zi insonga har xil qobiliyat berilgan, hammamizga. Bitta sohada bo'lsak ham, bitta komandada bo'lsak ham, bitta ustozdan 10 ta shogird chiqmaydimi? 10 xilda baribir. Qobiliyat. Aytasiz, bir xil kimdir podgotovkada zo'r bo'lsa, kimdir sepishda zo'r, kimdir shukurkada zo'r. Shana. Bu ham men o'ylaymanki, qobiliyatdan kelib chiqib mana shu narsalar bo'lsa kerak deyman-da. Ya'ni o'sha qobiliyati, ya'ni bitta obyektni zo'r chiqaryaptimi, da unda davom etgani yaxshi. Ustani aytaman-da. Kimdir agar aytganingizdek, ani liderli anaqasi bo'ladigan bo'lsa, ya'ni qobiliyati bo'ladigan bo'lsa, unda bu taraflama o'sha aytganingizdek, nima deydi, filiallarni ko'paytirib boshqaruv. Uni qilsa zo'r. Ya'ni qobiliyatini nima deydi? Ani bitta ulug'zot narsa, qiyomat qachon desa, o'sha biror ish deydi, ishini ustasiga, mutaxassisiga yetib bormasa, o'sha ish qiyomatini kutaver. Deydi, o'sha hamma ish o'zini egasiga, ishini ustasiga tushsa, xudo xolasa o'sha soha rivojlanadi-da.
O'zi ham rivojlanadi, o'sha sohani ham rivojlantiradi-da, deyman. Shunga bitta qo'shimcha qilib ketdik do'stim. Aka ukalar mana o'zinglar guvohi bo'ldinglar, chiroyli suhbatlar bo'ldi degan umiddamiz. Bizani kuzatgan vaqtinglarga rozi bo'linglar. Nasib bo'lsa, bu loyihamiz davomiy bo'ladi. Qo'llab-quvvatlab tursanglar, shu loyihamizning birinchi soni mehmoni Izzatov guruh Farhod akam bo'ldilar. Xudo xohlasa, qani loyihamizning keyingi mehmoni qurilish sohasida qaysi usta akamiz bo'lishini xohlardinglar? Qani kommentariyada yozasizlar. Keyin mana shu bizani podkastimiz haqida ham o'zingizlarning xulosanglarni bemalol kommentariyada yozib qoldirsanglar bo'ladi. Qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar degan umiddamiz. Rahmat.